Diqqat, diqqat! Tezkor xabar! O'zbekistondagi metan zapravkalar 24 soatlik ish rejimiga o'tkaziladi. Energetika vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 30 dekabrdan boshlab respublika bo'yicha barcha metan zapravkalari sutka davomida uzluksiz ishlaydi. Qayd etilishicha, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari soat 9:00 dan boshlab faoliyatini yo'lga qo'yadi. Yangi ish tartibi transport vositalari egalari uchun qulaylik yaratib, sutkaning istalgan vaqtida navbatsiz yoqilg'i quyish imkonini beradi. Avvalroq aholining xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlarida tabiiy gaz bosimi pasayishining oldini olish maqsadida avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalarining ish vaqti vaqtincha cheklangani ma'lum qilingan edi. Mazkur qaror transport tizimi barqarorligini ta'minlash hamda haydovchilar uchun qulay sharoit yaratishga qaratilgan. Shu va boshqa xabarlarni tezda bilib olish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.